Oy, meni kechiring. Meni qamashadi. Voy, nimaga qamashadi seni? Meni hozir ichki ishlardan olib ketib qolishadi. Ha, dadasi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy sho'rim, Meni hozir qamashadi oyi. Meni olib ketishadi hozir. nimaga qamashadi? Nima bo'ldi o'zi? Nimalar deyapsiz? Oyi. Oyi, nafsim ustunlik qilib jinoyat ko'chasiga kirib qoldim. Ah, bolam. Oyi, nima qilamiz endi? Nima qilganing axir? To'g'ri yo'lingdan adashdingmi, bolam? Senga nima yetmayotgandi, a? Yosh umringni xazon qilding, o'ylamadingmi? Oyi, meni kechiring. Iltimos kechiring. Men bilmay qoldim oyi. Tushuntiribroq gapiring, nimalar bo'lyapti o'zi? Oyi, Voy sho'rim, ey men xudo. adashdim. Faqat iltimos. O'zinglarni ehtiyot Bormidi? qilinglar. Voy bolam. Ehtimol senmasdir, boshqasidir. Dadasi. Siz nima qilamiz? Qizim bilan xotinim sizga omonat. Sizni qizim bilan birga kutamiz. Men chiqqunimcha ostona xatlab ko'chaga chiqma, tushundingmi?